Kia K5 avtomobilini birinchi pozitsiyasidan ham narxini arzoniga, premium darajada sizga avtomobil ko'rsataman. Sizga ma'qul kelsa, bitta like bosib qo'ying. Avtomobilimizning nomi Arizo 8 gibrid hisoblanadi. Ikkita elektr motorli 360 tadan oshiq ot kuchiga ega. 0 dan 100 gacha esa atiga 5 sekundda chiqadi. Shahar ichida rasxoti gibrid holatda 3.7 litr rasxot qiladi. 1467 kilometr yo'l bosib o'tadi. Tonlabak benzin hamda elektr bilan. Narxi esa 364 million 900 ming so'm eng full pozitsiyasi hisoblanadi. Ushbu tan narxidan atiga 30% to'lov bilan xohlasangiz foizsiz o'z narxida bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz. Uzoqroq muddatga avtokredit asosida 5 yilga sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qiling, lokatsiya tashab berishadi. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozori, Promzonaning yo'lida. Bunday imkoniyat faqatgina AD Master Namangan avtosalonida mavjud. Hammani avtosalonda kutib qolamiz.